Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Ertegellikki Amsterdam Dam Meydanı'nda iptarilgan namayışının tayyorligini qilib mana kirib turayotganingizdek 11 ayning 24 kuni Urumchida bo'lgan o't ofatida vafot bo'lib ketgan qarindoshlarimizga ta'ziya bildirish, ularga Allah'tan rahmet dilashdan shularning ovozlab Xitoy tajovuzchilarning bu o't ofatini vaqtida kontrol qilmay 40 necha odamning o'lib ketishini keltirib chiqadi. Buning uchun butun Tor dunyosidagi bu o't ofati bo'lgan inkoslar shu qadar kuchib ketdi. Chet eldagi qarindoshlarimizning yuragi yana bir qatim echishdi, laxt qonib ketdi. Nima qila olamiz, nima ish qilamiz degandek har xil temalarda fikrlar, inkoslar tushdi. Bizning chet elda qila oladigan birdan-bir ishimiz shu vatanda ovoz dunyo anglamagan shu qarindoshlarimizning ovozlar Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ep borayotgan qirg'inchiligi, jazolarga usullar o'tiraplangan uyg'urlarimizni Xitoy virusini 0% ga tushirish terrorizm siyosatining Sharq Turkiston qattiq ijro qilishiga mana 4 oyda eshib ketdi. Bichar xalqlarimiz o'ziga chiqqanmi och qilib o'lib ketyapti. Bu echirish ahvollarni demasakmi Tor dunyosida nihoyatda buni oid videolar, rasmlar shunday ko'p tarqaldi. Hammamizning yuraklarimizni laxt qilyapti. Biz faqat o'zimiz turayotgan davlatlarda, parlament binosining oldinlarida, xalq maydonlarida ommaviy so'rovlar chiqib tushar bo'layotgan qirg'inchiliklarni dunyo anglatish orqali Xitoy tajovuzchilarining jinoyatlarini xalq olamiga anglashdan Xitoy tajovuzini sharmanda qilib, xalqaroning besim ishonchi xalqaro yetim qoldirish. Uyg'urlarga kelayotgan bu qirg'inchilik bu kunga dunyo harakat etmasa, Uyg'urlarniki bugüne dunyoga nurg'ulg'an millatlarniki ertib qoldiganligini dunyo anglatish. Shundaqla 24-chilar Urumchida bo'layotgan bu o't ofatida Xitoyniki %100 mas'uliyati var. Xitoy bu javobgarlikni ustiga olish kerak. Xitoy hukumati buning uchun biz Xitoyga javobgarlik tortish, buningki jinoyatlarini dunyoga oshkorlash uchun Tünün İstanbul'da namayış başlandı. Ertegellikki Amsterdam Dam Meydanı'nda müştakil dünya karakterlik hem yerlerde namayışlar orlaştırılıyordu. Biz her kadın namayış çıkan vaktimizde kolumuz okşaş, lozunka, plakatlarını, bayraklarını götürüp de çıkıyordunuz. Biz her kadınlık namayışda biz neymiş namayış kılavatımız, şu bugün kılavatkan namayışımızdaki asaslık temisi, məqsədi nima bunu yoritib turish uchun shu ishlar ilk bir kun tartib bo'lgan plakatlarni hozirlashimiz kerak. Bu orqali biz qilayotmoqchi bo'lgan shu Xitoy tajovuzga qarshi noroziligimizni atrofdagi yerli xalqlarga, dunyoga eng to'g'ri, eng yaxshi shakllarda anglata olamiz. Buning uchun men kirib turibsan, har qatim men namoyish qilgan vaqtimda teşkilatını yanılayman. Her kadar teşkilatını yanılayman. Bir teşkilatını götürüp çıkmamayman. Vaqt o'tgan teşkilatların hammasini qoldirib qo'yib, yangi teşkilat varaqlarini olib chiqaman. Mana Mao Tse-tung Tor dunyosida tarqalgan Urumchi Urumchi o't ofatiga sızılgan bir hajviy resim. Nəhayət obrazlı, nəhayət canlı, nəhayət yaxşı ifadələr resim bu resim. Bunu Xitoy chiqanda bunu ingliz yozdirib, mana bizning qarindoshlarimiz Uyg'urlar buni loyihat berdi mana. Hayotganlikka mush chiqib Dam maydonida mush dunyo ko'rishdan kam Xitoy tajovuzchilarining o'lib ketgan 40 necha odamlarning javobgarlik ustiga olishi. Xitoy tajovuzchilarining sharqdan iboratgan terrorizm tusini olgan bu qamal ishini tizim oxirlashtirishni talab qilib namoyish qilamiz. Undan boshqa mana ko'rib turayotgan bütün resimlarimiz shu o't ofatida vafot etib ketgan, kuyib ketgan
bizning yuraklarimizni qon to'ldirayotgan shu qarindoshlarimizniki mana resimlari hammasi. Mana 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 ko'ryapmiz. Yani hozirgi to'r dunyosida bu qatning o'topida ko'p ketgan qarindoshlarimizniki taqagan resimlarning hammasini besib chiqarib ertaga namoyishga hozirladik. Undan boshqa mana resim bu vatanlik qarindoshlarimiz sizga resim ekan, ko'ryapsizlar. Buni chiroyli qilib buni suyalgan qaplab tayyor qildik. Demekçi bizniki çetellerde kılavatımız, namayişlarını, faaliyetlerini kılavatımız, hiç qanday bir ünümge erişemeyevatımız, deb hamma adamlarda bir ümitsizlik qaplab ketdi. Şuning namoyishga chiqmaymiz, har xil Xitoy qarshi o'rashgan faoliyatlarga birishtirib ko'nglimiz so'kitigan ahvollar yuz beryapti. Vatanda qarindoshlarimiz ko'ryapmiz, har xil amallar bilan, har xil shakllarda o'zining hasratini, o'zining ifodalash bo'lgan narsalarni nihoyatda tushunish shakllarda dunyo anglab. Biz shu narsalarni taqish orqali faqat shularniki ovozni anglab deb Facebookda, Instagram, Twitter'larda qilishdan ham amaliy meydana chiqishimiz kerak. Amaliy meydana chiqib anglashimiz kerak. Dunyo hozir ojizlarning ko'z yoshiga, azobiga istash qilmaydigan, ojizlarningki qo'rqmaydigan, tiz bukmaydigan, kuchlar oldida tiz bukmaydigan irodasiga, ularning qo'rqmas jasoratiga opirib qo'ygan vaqt kelib qoldi. Ko'ryapmiz, Ukraina urushimi naq shunday bo'ldi. Bizga shunday fursatlar qo'lga keltirishimiz uchun butun Uyg'urlar harakatlanishimiz kerak. Biz dunyo harakatga o'tmadi, musulmonlar dunyosi harakatga o'tmadi, Udot harakatga o'tmadi, Budot harakatga o'tmadi, to'r darxlasani yozimiz, ochdan dishdan burun eng avval men harakatga o'tdim. Men qanchalik bir harakat o'tayotgandim. Deb avval o'zimizdan savol so'rashimiz kerak, o'zimiz harakatlanishimiz kerak. Boş Örümçideki otopsideki nurg'un qarindoshlarning videosida yurakli so'zlarimda de shularni deyish orqali o'zidagi Xitoyning jazolarga kiritilganligini, hatto o'lim tahditlari, o'lib ketganliklarini bildi shular. Shuni ko'z oldiga keltirib, bunda tiz turib o'lib ketgandan keyin chiqig'iz qalbimdagi hasratimni dunyo qo'mitilib bo'lsa o'lib ketay deb shular o'zining bor imkoniyatidan foydalanyapti. Ama biz çetlerlik Uygurlar nimede korkuşumuz var? Kim bizle namoyish meydanlarına, Xitoyga qarshi har xil hareketlerden cheklab turayotgan içimizdeki korkunuşunu biz çıkarıp işimiz gerek. Şu xalqimizdan ovozlab bizim meydanlar tökeleydi, parlament binasının oldinlarida, o'zimizga ko'ra cho'ng maydonlarda namoyishlar o'rnatishtirish orqali, keng ko'lam faoliyatlar orqali, dunyo xarakterli qo'zg'alish orqali biz dunyo harakatga kelishni eng avval Uyg'urlar o'zimiz harakatga kelmasak bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar namoyishni davomlashtiraylik, umidsizlanmaylik. Qilayotgan namoyishimizniki bek cho'ng foizini ko'rolmasakmi, damalliq amaliyotniki çoğun bir payı göremezsek mi? Lakin Xitoy tajovuzning jinoyatini dunyo oshkorlashguncha biz bir tirik shohidlar, biz tirik shuratgan qirg'inchilik kuchirgan xalqlarga bo'lganimiz uchun shu narsani biz eng yaxshi shaklda anglashga yalimiz Uyg'urlar.
Biz özümüz yığılap, özümüzün milleti çıkıp, şularning ovozi olmasa, başkalar bizni istash qilgan bilan, ular bizni kuchligini üzerine qo'zg'almaysizlar, sizlar harakatlanmaysizlar. Nima uchun Uyg'urlar bunday yotadi? Uyg'urlar harakatlanmaydi, Uyg'urlarning nima qo'rqinishi bor degandek küçük savollarni bizni so'rayaptilar. Shuning uchun harakatlanaylik, qo'limizda qilgan imkoniyatlardan foydalanaylik. Gollandiya qarindoshlar Amsterdam dam maydonini to'ldirib o'taylik. Qo'limizda bor plakatlar bo'lsa, hamma tashkilotlar etkilaylik. Her xil tillarda Uyg'urcha, İngilizce, Xitoycha, Arabcha, Turkcha, qaysi tilni bilsak shu tillarda Sharq Turkiston bo'layotgan bu qirg'inchilik, o't ofatiga oid narsani so'zlab dunyoga anglitaylik. Bundan boshqa sosyal videolar mushtaq narsalarga oid narsalarni ko'plab taqiblaylik, ham baxirlaylik. Shu ish qilsimi bir kuchaylik. Hozir mana Uyg'urdan boshqa nurg'un millatlarmi Twitter'larda şu kadar Uygurlar istash chiqib, her narsani taqiblatadi. Yani bu narsani biz aktif emas. Bizim aktif hareket etaylik. Eğer Amsterdam dammaydan kelib qolsak, iloji hammamiz o'zimizdagi erlar, o'zimizning bosh odam doktorlar qos kiyib olaylik. Ayollarimiz biz Uyg'urlarning urf-odatlarida hozir ovqat qilib qolsak, qora kiyim, qora chapon yoki palto, ayollar beshi oqyoqli chigit bir mezgil azlık tutuldu. Biz erler beşimiz dopik iş arkalı, parkingler iş arkalı bizim azlar kendimizi ifadelayımız. Şumaşık eğer bizim dünyaya kayda bir tertiplik sistemi parlaslarını anlatış için bizim kim geçeceklerimizde bir birlik gideydik. Eğer de dam meydanında saat 1'de kürşeyle emmalik Allah amanet ma teşviqat varaqlarımız yaraqlagan bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar hammalar yaxsiz aytib buni loyiha qilgan qarindoshning Alloh rozi bo'lsin. Bunday narsa loyiha shunaqlarni kelmaydi, faqat men Facebook chiqarganman yerda nurg'un qarindoshlar aloqa qilishib, bu narsalarni qilmaydi. Shularning ko'pisidan aytganlikka namoyishimizga yenichi bir usul e'tiborimiz, aytib qilmoqchi namoyishimizning asosiy temasi shu o'taptiga markazlashgan. Şunaqa dünyanın her parçasında namoyish qilgan qarindoshlar, teşviqot materiallarimiz qanday tarqasa danglar, mush narsalarni avatib beraylik, foydalaninglar, ko'plab taqiblaylik. Harakatlanaylik, qo'limizdan kelgan imkoniyatimiz bo'yicha harakatlanaylik. Ammo Allohga emanet, maydonga ko'rishaylik.